Ta'lim metodlarini tanlash omillari. Reja. Ta'lim metodlari nima? Metod tanlashdagi asosiy maqsadlar, talabalarning yoshi va bilimi, fan xususiyatlari va talablar. Ta'lim metodlari nima? Ta'lim metodlari o'qituvchining maqsadiga erishishda foydalanadigan usullaridir. Ular orqali o'quvchilar bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtiradilar. Bu metodlar didaktik, interfaol yoki an'anaviy shakllarda bo'lishi mumkin. Har bir metod o'quvchilarning imkoniyatlari va ehtiyojlariga mos tanlanadi. Ta'lim metodlarini tanlashda dars mazmuni, o'quvchilar darajasi, texnik imkoniyatlar hamda pedagogning tajribasi kabi omillar hisobga olinadi. Metod tanlashdagi asosiy maqsadlar: dars sifatini oshirish, o'quvchini mustaqil ishlashga undash ham metod tanlashdagi muhim maqsadlardandir. Bu ta'limning samaradorligini belgilaydi. Metod tanlashda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, bilim darajasi va qiziqishlari inobatga olinadi. Bu omillar samarali ta'lim asosidir. Metoddan asosiy maqsad o'rganilayotgan mavzuni tushunarli yetkazish, faol fikrlashni rivojlantirish va mustahkam bilim hosil qilishdir. Talabalarning yoshi va bilimi. Talabalarning yoshi ta'lim metodlarini tanlashda muhim omildir. Yosh guruhlari rivojlanish bosqichiga qarab turli o'quv yondashuvlarini talab qiladi. Oliy bosqich talabalari murakkab mavzularni chuqur tushunishga tayyor. Ular uchun tahliliy, muhokamaga asoslangan usullar afzalroq hisoblanadi. Kichik yoshdagi talabalar interaktiv va vizual uslublarga ko'proq qiziqadi. Ular bilan o'yinlar va tajribalarga asoslangan metodlar samarali bo'ladi.